Sharq Turkistonning Qashqar shahridan Aziz Nasir va Amina Abdulbaqi ismli ayol o'g'lini Misrga o'qishga avatganligi sababli Aziz Nasir 8 yillik, ayoli Amina 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Növbət Türkiyədə yaşayotgan Abdulxaliq Azizning bildirishicha, uning ota-onasi oldi bilan Xitoyning yig'ilish lageriga qamalgan, keyincha qamoq jazosiga hukm qilingan. Abdulxaliqning Erkin Osiyo radiosiga bildirishicha, uning dadisi uzun yil Qashqardagi xalq bog'chisida shofirlik qilgan bo'lib, u Misrga borgandan keyin 2016-yilning oxirigacha ishlar normal bo'lgan. Lekin shuningdan boshlab boshda dadisi bilan, keyincha onasi bilan aloqasi uzilib qolgan. Egilinishcha, uning dadisi Aziz Nasir 8 yillik kesilgan bo'lib, navbatda Maralveshidagi bir turmada jazo muddatini o'tamoqda. Onasi Amina xonim bo'lsa, 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lib, otishdi turmada. Abdulxaliq Aziz ota-onasining o'zini Misrga o'qishga chiqarish va uningga pul septirishdan boshqa Xitoy tarafidan jinoyat deb qaralgudek boshqa bir ish qilmaganligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligi Amerika Missouri shtatining Xitoyning Wuhan virusining tarqalishidagi mas'uliyati sababli ochgan da'vosiga norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi buningga qarta yomon g'arazlik va bema'nilik deb inkas qaytardi. Amerika Missouri shtatlik taftish mahkamasi Xitoy hukumati va Xitoy Kommunist partiyasining yuqumda uchurlarni yoshirganligi, fosh qilganlarni tutqun qilganligi va kasalning yo'qotganligini inkor qilganligi sababli sud mahkamasiga shikoyat qilganligini e'lon qilgan edi. Yaponiya Sharqi dengizidagi talash-tortishlik taqim orollarda Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat paraxotining aylanishiga inkas qaytardi. Kyoto agentligining xabariga qaraganda, Yaponiya Tashqi ishlar ministri Motegi Toshimitsu muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, Xitoyning rayonda chorlashidan andish qiladiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Motegi Xitoy mansabdoshi Wang Yi bilan telefonda ko'rishganda andishini bildirib mundaq dedi: "Biz rayondagi jiddiylikni kuchaytiradigan barliq faoliyatlarni ayiblaymiz." Motegi uchrashda Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yiga Janubiy Xitoy dengizidagi talash-tortishdagi orollarda huquq talab qilish masalasiga qarta Yaponiyaning maydonni yetkazganligini ta'kidladi. Ikkilanning Wuhan virusi yuqumiga qarta Yaponiya bilan Xitoy o'rtasidagi ochiq uchur yo'llash va davolash ashyolari bilan ta'minlashni muzokara qilganligi ko'rsatildi. Amerika prezidenti Donald Trump oldingi hafta Paris qo'ltig'ida Amerika bilan Eron paraxotlari o'rtasidagi jiddiylikdan keyin agar vaqa qayta yuz bersa, Eron paraxotlarini urushga buyuradiganligini e'lon qildi. Amerika dengiz armiyasiga qarashli 5-pilot oldingi hafta Paris qo'ltig'idagi 6 paraxotning Eron inqilobiy qo'g'dinish armiyasining 11 tez paraxotining parakandichiligiga uchirganligini va paraxotlarning to'qinish yuz bermasdan bu rayondan ayrilganligini e'lon qilgan edi. Eron bosh shtabining bayonotchisi brigada komandiri Obul Fazil Shikarchi mundaq dedi: "Amerika Eronga tahdid solishning o'rniga Wuhan virusidan qutulishi kerak." Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktori Tedros Adhanom Ghebreyesus Dünya Səhiyyə Təşkilatının Shveysariyaning Jenevadagi baş organida silliq axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Ghebreyesus Amerika prezidenti Donald Trumpning Amerikaning mazkur tashkilotga ta'minlagan mablag'ini to'xtatish qarori va Amerikadan kelgan istifa berish chaqirig'i to'g'risidagi savolga javob berib, istifa bermaydiganligini aytdi. Ghebreyesus Amerikaning Dünya Səhiyyə Təşkilatının muhim hamrohi deb atadi va Trumpning qarorini qayta qarab chiqishga va Dünya Səhiyyə Təşkilatını qo'llashga chaqirdi. Koronavirusini Xitoy virusi deb tasvirlagan Trumpning orqasidan Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zolaridan biri bo'lgan Maksali Dünya Səhiyyə Təşkilatının başlig'i Xitoyning haqiqatni yoshirishdagi roli sababli istifa berish kerak deb o'ttirg'a qo'ygan edi.